Men juda qo'rqyapman, chunki o'tgan safargi voqealardan keyin Gambit aka bunaqa hammamizni qo'rqitib qo'ygandan keyin. Ya, Gambit aka ana shu prosta hazillashdi va bizni mana shu o'lim daftari yordamida bu jonni yo'q qildik. Mana o'zi qanaqa his qilasiz? Zo'r, cho'tki, ideal. Hozir yana qarindosh urug'larimizni chaqiramiz va shou bo'ladi. Qarindosh urug'ingiz? Bu hazil. Ha, okey. Xo'p. Hazilda. Qamayli, bo'lmasa mana endi do'stlar, sal pastroq o'tishamiz va bizni chaqirmagan mana bu dahshat degan klubni chaqirib ko'ramiz. Nima deysizlar? Mahallinskiy, Navshinskiy dahshatlaridan. Dahshat. Yoshi 29 da, bo'yi 1.92, natijalari 26 ta odam. Umid qilamizki, 26 ta odam o'lmagan, просто klubga aylangan. Xo'p, bu haqida o'qiymiz. Ko'chma sirk yopilgach, barcha artistlar yo'qolgan. Faqat bittagina klon qaytib kelgan. Lekin u endi odamga o'xshamasdi. Mana de qizig'i. Chaqiramizmi? Da. Voy. Kichik. Bosaman. Shoshin kirmayapti. Mana qo'yganlarni bosib ko'raylik. Kiraychi hech qaysi bosilmayapti. Sayt ishlamayapti. O'tgan safar ham shunaqa bo'lgan. Ya, balkim tugagandir bu narsa. Yo, balki hozir yana bosib ko'ringchi, boshqasiga o'tkazib yuborar. Mana bosaman, maqomman bosmasam. Enter ham bosaman. Sayt ishlamayapti. Shu sayt yopilgan. Bo'ldi, video shu joyda tugadi. Yo, xo'p, stop. Sayt yopilgan deyish oson, ya'ni sayt yopilgan bo'lsa, navbat bizga plyus. Sardorchi. Hozir nima qilamiz? O'liya, araqa ichimadan qat. Olib kechaman. Balkim bu o'yinimizning yangi seriyasi va yangi ssenariysidir. Uje biz mana bunaqa notebooklar bilan sekin kirib zakaz qilishimiz shart emasdir. Olib kech qani? Xo'sh, do'stlar, yana o'sha ichimadan. Oy. Xo'sh, mana qanaqadir bir tinga o'yinchoqchi va Yulduzni eslatadigan narsa. da, shayton arazida kitob. Xo'p, bo'ldi. Mana olib tashlab bo'ldi. Bizga o'sha o'yinchoqsiz kerak emas. Bizga daftar kerak. Va endi bo'lmasa, yana o'sha o'tgan safargi kobradan qolgan yozmalar va yana qolgan polni oppoq narsalar. Xo'p, daftar bizga qanaqa podskazka beradimi? Qanaqadir faqat shu bizlar bilan yomon narsa bo'lgandan keyin beradi. Ya, qara, hozir ham biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti, do'stlar. Mana o'zinglar ham chat yoki kommentariyada yozinglar, biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti. Mana riskuna chiqish kerak mana qara. O'lim daftari, latlangan bashorat kitobi, o'xshaganga nimadir deyapti, to'g'rimi? Gambit aka qo'rqitmang. Gambit aka! Sen qadrsanmi? Sen qadrsan? Yo, bilmayman, hozir Gambit aka qadrsan. Qarang, Madriddan cho'chib ketdi, ko'zi yoshlanib ketdi-da. Yig'lardi. Ol yaqindan yig'lardi Gambit aka. Brat. Biling, yana Shoshma. Gambit aka nima? Nima? Ovozi eshitdim. Voy, nima yig'layapsiz? Men qo'rqaman, yig'lamang bilan. Nima bo'ldi? U miyamda ovoz eshitilyapti. Qanaqa nima eshitdingiz? Qarangdir, xat, bir bo'lon, nimadir, kitob. Xat? Ha. Xat, kitob? Da, xat, kitob, bir bo'lon deyapti. Yo'q, kitob tinch bo'la yo'q-da. Qanaqa xat bo'lishi mumkin bilmayman. Parolab ochgan balki. Jindan ber. Gambit aka o'zi qilib qo'ymadingiz chiqing? Yo'q. Kitob hech qanaqa podskazka bermadi-ku. O'zinglar qo'l qilmadinglarmi? Ichimadan bo'ldi bu payt meni uyimda bo'lgan. eng qizig'i hozir Gambit aka qayerdan bildi bu narsa borligini? Men miyamga eshitildi bu narsa. Kimdir gapirdi menga. Xat, kitob, bir bo'lon deb. Xo'p. Okey, birinchisiga goblin deb yozilgan. Ya'ni birinchi kelgan klon, ikkinchisi kobra deb yozilgan. Bu ikkinchi kelgan klon. Menimi kim? Chikko. Bu nima? Bu ana. Le, kobra. U keladi degan. Keladi? Duam deysizmi? Balki mana shu zirkoningiz qaranglar Chikko. Ikkita chetida yordamchi kaka o'rtada. Shoshmanglar, mana qaranglar. Saytda ham yo'qda bunaqasi. Yo'qmi bunaqasi? Nima bu? Mana qaranglar. Chikko. Mana rasmini turishini qaranglar. Ko'rasizlarmi sizlar ham? Bunaqasi yo'q bunaqasi. Bor-ku. Balkim chaqirish uchun qorbobo degan. Shoshma. Eshik. Do'stlar, xolos, men o'ylashim bo'yicha mana bu chikkosi keldi. Bu daftar yo'qotishga birinchi bo'ldi. Bekitish kerak buni zira. Tablo qo'lim qaltiryapti. Chamadan olib kel, maqsud tezlash, ukam. Всё, давай, bekitamiz. Bizni tungi ko'radigan kameramiz. Tunda hammanglarni ko'ramiz, qilayotgan ishinglarni kadek. Shunda siz hazillashmoqchisiz shu paytda ham, ha? Lekin biz sizdan ham qo'rqamiz. Hozirgi bo'lgan narsa oddiy narsa emas, xat ko'rganingiz. Balki bu meni sirli qobiliyatimdir. Bu 100% bizlarning foydamizga. Voy, o'zi eshit tashqaridan. O kimadan yashiraylik? Холодильниги, давай-то холодильниги. Gambit aka bundan oldingi videoda даже klonni холодильnigiga ham bosgan. Bular biladi aka. Bekitaymi joyga bekitamiz tashqariga. Shoshma, oldin chiroq yoqaylik. Chunki uydan nima o'tgan ko'rib turishimiz kerak. Maqsud, davay, tez chiqaylik. Ketdik, bo'ldi, tashqarida yo'q. Hozir ushlab oladi u yana tashqarida. Kim ushlab oladi? Qanaqa qilib sug'ish ketgan sotib olaylik. Atmosfera qarang. Hamma joyda suv to'shdi. Qaysi tarafda? Mana bu tarafdami? Qatta bassenga. Xuddi
tushib aytmasligi Famstrecha haqida aytib bermoqchiman. Ya'ni do'stlar, esingizda bo'lsa, biz 3 million obunachiga erishdik va bu 3 million obunachilar men nafaqat bloger tanishlarim va yana boshqalar bilan, balkim men obunachalarim bilan real hayotda ko'rishib, ya'ni Famstrecha qilib nishonlamoqchi edim. Hozircha Famstrecha bo'lish kuni ma'lum emas, lekin joylari va hamma joy aniqda Anhor parkida xullas bo'lib o'tadi va kuni va soati aniq bo'lishi bilan men sizlarga ma'lumot beraman. Reski Instagram va Telegramda do'stlar, shu uchun hozir kelasigan obuna bo'lib aniq kuzatib boringlar, chunki bu men umrim davomidagi birinchi Famstrecham va bu ham bo'lsa 3 million obunachi bo'lganim uchun bo'lib, do'stlar, mana tashqari yana bir o'nlab mashhur blogerlar va shaxslar keladi. Xullas, sizlar uchun birinchi ofitsial Famstrecha va bir konsertcha qo'yamiz va obunachalarim ham tipa shouda qatnashib million so'm qo'lga kiritadi va sizlarga o'zim yangi meshalarni tarqataman. Xullas, juda ham ko'p sovg'alar bo'ladi va obunachilar bilan joyli ko'rishamiz. Xudo xolisa hammalarni kutaman. Bir minglab odamlar kelsin, 108 ta bilan minglab kelsin-da, men hayron qoldim. Ey, buncha odam ko'payib ketib qoldi deb. Shuning uchun ham davaychi, omonxon aktivini ko'rsatamiz. Albatta kuzatib boringlar, chunki tez kunda joyini va soatini e'lon qilaman. O'shda ko'rishamiz. Let's go. Mana chap tarafga kirgan. Voy, bilan nima bu qamoqxona? Qani, qatiga bir ketamiz, qatiga bir ketamiz. Bu bitta etajga qo'yib qo'yinglar. Maqsud, shosh, men kameram bering, qorong'ida ko'rib turadi. Yo'q, qorong rejimini yoqish kerak uni. Qorong'i rejimni yoqqanda borsan ko'rib turib, tashqarida olib turgan. Qatiga bir ketamiz, gamitaga. Tepaga qo'yinglar. Tepaga hamma qaraydi. Pastga bir ketsak-chi. Yaxshi variant. Davay. Ham ko'tarib. Voy, mana. Yo'q. O'sha qasi. Mana. Vo! Uncha bilmaydi. Da, ideal. Bab yotmaydi yo'q chiqim. Mana bitta qasiq tiqib qo'yamiz ana. Bo'ldi, uncha bilmaydi, to'g'rimi? Hey! Maqsud hech kimmi? Yo'q, qorong'ida ko'rmayapman hech narsani. Sen olib o'zing olibsan. O'rtoqlar, mana qaranglar mana. Hech narsa ko'rinmayapti menga. Kamerada yaxshi ko'rinyapti-da faqat. Bilin. Maqsud kimdir ko'rdingmi? Mana klon. Mana, ya boshqa narsa-ku, bu yoqqa kamerani. Bu qayt uyga, qayt. Tez yuguraylik, klon kim? Stop, yaqin oling. Kim? Voy, boshi bola kim? Qochinglar. Kir. Nima bu bilan? Buni ko'ntaliga qara. Stop, man tushunmayman, mana. Bu bilet chiqadi-ku. Do'stlar, saytda bunaqa klon yo'q-ku. Bo'yini ko'rdingmi? Bu boshi Noryal bu. 2,5 metrmi, 3 metr bo'yi. Bu qani bu? Shu derin. Ana. Bu o'ziga qara. Hadi geç. Kim? Voy. Это что за аппарат? Bu sağlam işmesi. Ben korkmam. Ne? Kitobni ko'rmadimi? Bizni yashirgan joyda? Ya o'tdan sen topolmaysan-ku. Men yomon bekitdim lekin. Ben bilmayman nima qilish kerakligini hozir. Men umrimda bunaqasiga tushmaganman. Buni oldingi klonlar mayli, qayergadir bolacha edi. Bir yo'q qo'rsa bo'lardi. Men birinchi qolib nima qilamiz? Mamitidan kim olmiz? Prikin Mamitidan. Men to'rtinsan boshida yoniga bormoqchi bo'ldim. Kamera olib, tipi kadr olish kerak, baribir. Shuncha soat buni odamlar ko'rish kerak-ku. Bular qo'rqib ketdim aka, biladi. Ya'ni vuqor bosar ekan odamni. Tomiga mamlaqa qilib yuribdi-yu. Oldingi safargisi bor-ku, hiperaktivni yo'qdan bu yoqqa yomon tez sakrayapti. Dumini qirib, bilab bo'yini. Okey, hozir bekitib qo'yganmiz biz kitoblarni. Bunga polibom shu narsa kerak. Ha, 100% bu kitobdan boshqa nima kerak bunga? Chamadanning ichidagi o'yinchoq, yana daftar bir balolar kerak. Biz uni bekitib qo'ydik. Hammasi yaxshi. Yo, hop, hammasi yaxshi, lekin tashqarida klon yo'q. Biling qayergadir yo'q qoldi. Stop, eshitasan? Qadam o'zi keldi. Ol. Yo'qmi? Slendermanmi bu? Yo'q, men 5 metr bo'yi. Yo'q. Chikko, men Slenderman desaychi, o'zimiz uchun. Hech kim yo'q, o'chotda. Brat, Derazani yoping. brat, nima qolasiz? Brat, nima qolasiz? To'miqir bo'yi so'lga. O'lkamiz, sekin yuradi. Qarang, gamitaga qarang. Yurganiga kim ahamiyat qaratib yurganiga? Ahamiyat qaratdinglarmi yurganiga? Cho'loqlarni vazgiga. Qiynalib yuryapti. Katta foizlar bilan u haqiqiy bilan bo'yi unaqa uzun emas. Manimcha-da. Oyog'on tagida nimadir bor. Demak, qochib yursak deb o'z qilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham U bizani qo'llab yeta olmaydi. Da. Shu haqida bo'lsa bo'ladi. Lekin tez yursa agar. Ha, qadami katta uni tez yetib oladi bizga. Bila.
Hop, nima qilamiz? O'tiraveramiz shunaqa? Hozir nimadir qilishimiz kerak bo'lgan narsani balkim через kitob olarmiz. Hop, bizani tutuvchi kitob olib qo'yadi-da. Hozir masalan bizni tutuvchi kitob olamaydi, chunki biz kitob yashirib qo'yganmiz. Balki просто gaplashib ko'rarmiz, nimaga keldi u. Hayot san uchun multfilm, ha? Просто gaplashib bo'ladigan. Hozir men, ha, endi shu deb keldim demaydi-ku senga. Men kamerani olganda borib so'rabki. Chiq, serios chiq. Bo'ldimi? Mayli. Duqqatdan keldim bunga muncha. Farqi yo'q. Maqsad baqirib yig'lab kelgandan so'ng qilaman hozir просто. Davay, chiq. Chiq, qani chiq, ancha bor. Bitta aylanib endi. Voy, kelgan joyga borchi, qani balki kutayotgandir seni. Yo'q, mana hech kim yo'q, chiqinglar. Aldayapti hozir. Chiq qo'l ketib qoladi, aldayapti. Mana hech kim yo'q. Uncha qo'rqasizlar, kelinglar, mana yo'q. Qani yurishsin-chi, shoshma. Mana. Qo'lim bu taraflarga ko'ch chiqani. Mana, mamchi ketdi u, biza chaqirmadik-ku, klonni. Qancha anu kichkina ham emasdi, shto ko'rinmay qoladigan. Shto ko'rinardi agar bo'lganda. Hop, bo'lmasa hech qayerda bo'lmasa qayerda u. Shu, mana hech kim yo'q. Do'stlar boy ko'rdinglarmi? Ey, sen qo'lishdi. Mama tenga aytdim. Kitob olib qo'ygan bo'ligiga. Borib tekshirishga. Kitob. Hop. Qani qish. Jam, kam muhim baqirma birinchi o'rinda. Klon hozir bu yerda kelmagan. Kitob mana aytib turibdi. Qani kitob? Mana ko'rmayapsan? Men qarab bilinib turibdi-ku. Mana shuni ko'tarsan, olga mana. Ada. Mana chimada bashdi. Xavfsiz joyda demak. Ha, xavfsiz joyga xavfsiz, lekin men o'ylab topganman buni. Lekin hop, klon kelib qolishi mumkin, asosan bilib bo'lmaydi. Bizga mощный strategiya kerak, tushunyapsizmi? Bu klon topib olishi mumkin. Masalan, kim top? Hey! Kimsan? Kimsan? Voy, bilma qo'rqaman, qarayman. Kimsan? Voy, bilma qarayman. Chimadan qara. Chimadan nima qilasan? Hop, nimani qo'laysan? Kitobni beraymi? O'yinchog'i ham. Stop, qaraydi. Hozir agar o'sha bir tiyinlik qimmat o'yinchoq senga muhimmi? O'yinchoqni bersang ketasanmi? Bermasang o'zingni olib ketaman. Qo'sh, Çimadonimiz qolib ketdi. Chimadonni borib qol uyga kirib ol. Kimni sotadi? Ey, mama, olib ket, bop. Qani sen? Ol mamani kamera olib ket. Do'stlar Maqsud вообще прям sal qoldi, o'rtada do'st sotib qo'yadi. Kameraga bo'lib ketyapti. Kameraga. Nima? Maqsud, ket. Kameraga bilmayapti yana. Gambitga nima? Reaksiya bildirmayapti Gambitga. Qarab turibdi biz eshikka qarab. Mana mamni chiqishga qo'ydik. Ey, Gambitga klonning oldiga kirmoqchi, qoching. Qay jinnimisan? Gambitga. Qas, bulut. Brat, qochishimiz kerak, yana qochishga deb qoldi. Gambit. Yo'q, hop, shoshma. Kamerani o'zingni faqat olib o'tma, nima o'tganini ko'rsat. Gambit eshik ochib ber. Qoching, men qo'rqaman, brat. Men klon chiqdi. Gambit qara. Demak, Gambitim klonlanish yeriga. Ol, kamera. Bilet, to'rsam do'stim umuman qochishni o'qilay, chunki birinchidan mamni sekin yuribdi. Ikkinchidan, bilet, Gambit qoldirib ketamiz. Maqsud, qani uyimiz? Maqsud, bu yoqqa. Bilet, anu qayerdadir yo'q qoldi. Gambit olib qoldi o'zini. Tezroq kiring, kelyapti u. Kemayapti, tez kim? Tezlash. Yop. Ko'rgizim, yana ko'zi oqarib ketdi Gambitni. Yana sochini yuvmadimi? Men sochini yulganini ko'rganim yo'q, lekin Gambit ko'zi oqligini men ko'rdim. Eng qizig'i, Gambit klonga eshikni ochib beryapti. Klon tarafmi Gambit shunda? O'tkazar Gambit klon bo'lib qolganda biz nima qildik? Ana irimiz-tirimini buzib yubordikmi? Mencha o'shanda biz noto'g'ri qildik. Ya'ni biz buzolmadik o'z aslida. Ya'ni ular xitlik qilib Gambit o'zini oddiy odam tutib. Demak, biz yana daftarni ochib ko'rishimiz kerak shunda. Qara, ey, daftar bor xonada. Klon bizani hozirgina qamab qo'ydi. Va onasini ham sen aryon qochdik. Gambit bo'lmaganda o'shda qolgan bo'lardi. Gambit ham klonga aylanibdi hozir. Klonga yordam beryapti. Eng qiziq, klon uni nimaga urmayapti? Nimaga uni qo'llamayapti? Unga baqirmayapti. Gambit hozir daftarning xatoligini biladi-yu, klonga topib bersa-chi. Voy bila.
Tashqarida ham yo'q, eng qiziq klon ham yo'q tashqarida. Menimcha klonga Gambit topib berdi daftarni. Voy! Endi biz Sardorni ham qaytara olmaymiz. Shashma. Birinchidan biz hali Gambitni to'liq sotuvga bermasmiz. Balki ichkarida daftar qolib ketayotgani uchun klonga ochib bergandir. Tipo klon bilan daftar bitta xonada o'qimaslik uchun. Ya'ni oldin hammasini bilib keyin gapiraylik, просто tuhmat qilib tashlaymiz. Qarshi do'st tushma. Och. Nima? To'xtang. Och ishingni. Eshik shu. Och. Yo, qarang, ko'zi oqmas endi. Ishingni och. Nima qilasiz? Ko'zi oqmas. Shundan sen bilan nima qilib hal qiling? Siz nima eshikni ochib beryapsiz klonga? Yo, o'zing tashib ketding meni ko'chada. Meni tashab chiqib ketdilaring. Ishingni yopib qolgansizlar, ochmayapsizlar. Qo'ysiz. Nima qilganingizni eslolmaysizmi shu darajada? Chiqib ketayotgan joyimda oldinga o'tib ketdilaringda, ketingdan kiryapman. Ishingni yopib qolgansizlar. Qani, o'rtog'ingiz qani? Qanaqa o'rtoq? O'rtoq yashab turibdi bilan. Shuni turib turing. Shunda hozir Gambit eslolmayman debdi. Aldayapti menimcha. Men Gambit sandan ko'p bilaman. Shosam. Men sandan ham oldin Gambit bilan tanishmaganman-da. Shuning uchun men bilaman o'zi qanaqa tutishini. Ayni hozir bu payt sportni moment to'g'risi. Chunki hamma ham klon bilan yurmaydi-da. Eng qiziqsi eshik ochib mamlaqa qilib bergani bu. Menimcha klon prosta eshikni ochib berish uchun Gambit boshqardi. Keyin shunday eshikni ochib berdi Gambit. Hozir bu haqiqiy Gambit, boyki klonni Gambit edi. Da. Ikkita Gambit bormiz. Bittasi klonga aylanib ketayotgan ko'zi oq Gambit, bunisi bizning o'zimiz Gambit. Obdiy bunga ishonsa bo'ladi. Lekin stop. Gambitga qarang. Rosta eslolmaysizmi? Yo'q, meni aybim nimada? Hozir meni bir chekkaga chiqarib qo'yib, men bu ikkaloni chetga borib gaplashib kelib, qara chiqib kelyapmiz xonadan. Hop, oldiga kamerani ushlab yugurib chiqib ketyapsizlar. Qorong'ida men qolib ketyapman. Ketingdan kelyapman, ishingni yopib qo'yib ochmayapsan. Tushuntirasanmi aybim nimadaligini? Voy! Hazillashyapti dadam. Do'stlar, hozir nima deydi hozir? Sen klonga ham qolding deyman. Nima deydi hozir? Men qilig'ini qara. Gamidaga siz seriozmisiz? Hozir klonga aylandingiz. Shunisi ko'zi oqari. Oppoq bo'ldi. Nima xohlaysan? Nimaga eshik ochib qo'yasiz? Nima xohlaysan? Ochma. Bu qanday kimsak turib nima bo'ldi? Qolsana. Nima xohlaysan bizga? Tegma narsalarga. Ichida pichoq tiqib oladi. Qo'chi. Nima? Bile. Qo'sh. Bor. Hop. Mana osonlikda qutulaman deb o'yladingmi? Bilet nima? Qo'li juvashi issiq ekan. Sizlar kalbatinglar ko'tarmoqchiman. Ha? Nima? Jinnimi bu? Yer serikdagi deydi rostdan. Shumi kayfiyatni ko'tarasan bizani? Shosh. Hozir. Klublar jonga tegdi o'rtoqlar. Do'stlar, bu bizani ko'knada nima qilyapti? Tushunmayman. Suv. İçeceğim. Dinlemesan. Pashkole. Ne yapıyorsun? Ne biçim genç? O'zingni ich. Prosta be. Bunu temin. İşte. Kim bırak bu kızı? Tepaga chiqinglar, chiqa olmaydi bu tepaga. Qo'ydi o'ylasan. Tepaga chiqinglar, chiqa olmaydi bu. Xonaga yashirib olishimiz kerak. Bu bo'yi baland. Qanaqa qilib buni tez harakatlanmoqda? Ket. Qanday bu? O'rtoqlar, pastda yurganda qanday ikkinchi etajga chiqib qoldi? Hozir do'stlar, uy kamerasi ham yo'q, uyga kamera o'rnatganmiz va endi uyga o'rnatilgan kameradan ko'ramiz. Va aytgan xushmat do'stlar. Hoziroq albatta like bosib qo'yinglar. Chunki buncha mehnat terlab ketdim. Shomg'iylar yarim kecha soat nechi bo'ldi? Soat qaranglar. Yarim kecha soat sharimizni mana shunaqa jinnilik qilib yuribmiz. Baqa chaqar qilib. Albatta like bosinglar va bu videoga sizlar albatta 101 ming like va 20 ming obunachi kelishingiz kerak. Va endi bo'lsa biz mana shu uyga o'rnatilgan kameralarga qaraymiz. Do'stlar,
Nechta bo'lib ketdi bular? Yo'q, bu hammasi bir vaqtda ko'rsatadi. Bitta paytda o'zida shunda 4 ta 5 ta joy bu. Yo'q, shoshma, kamera ishlamayapti. Kamera ishlamayapti. Bizildi bu. Hop, chiqamiz tashqariga o'tiramiz. Chiqishga nima qilamiz bu? Chiqamiz ketdik. 100% klub ko'chada kitob qidirganda yaxshi. 3 yilda chiqadi. Na startda turgan ekan bu. Men bu o'tib qoladi. Brat unaqa qo'rqib turmay o'lib qolmasin men. Qo'rqib turadi bizda, ha? Ya, masala siz qarab ketdinda, bir kutmagan narsa bo'lgan. Hamid aka, qarang. Bu yoqqa keling. Bu yoqqa keling. O'tir. Boya siz realniy qulog'imga yordam berdingiz. Qulog'imga eshik ochib berdingiz siz. Shu narsani eslaysizmi? Aytaman, bular qarangdir, interes qo'shmoqchi video uchun. Lekin ishingni yopib qamalib olar ekanda, meni kirgizmas ekanda, bu yerda men ishingni ochib bergan vinovnik bo'lib qo'rar ekan. Qarang, Gambitiga qarang. Sizga hozir haq bo'lish muhimmi yoki bizga yordam berish muhimmi? Qaysi biri sizga qiziq hozir? Hozir komandamiz bizni ishlashimiz muhim. Biza natijasiga erishib, shuni oxirigacha tugatishimiz muhim menga. Agar rostdan shu muhim bo'lsa, mashg'ulonadan chiqmang. Qo'linizdan foydalanyapti. Nima imенно mendan maqsud? Chunki maqsad kitob qatarligini bilmaydi. Da. Chunki faqat siz bilan bo'larsiz bo'pti. Ishonavering. G'azal aytaman, seriyozman. Mashg'ulonadan chiqmang, iltimos. Mashg'ulonaga o'z-o'zidan qulab oling. Biz qulab ketamiz. Iltimos o'tiring. No, why not? Agar sizlarga shu narsa qulay bo'lsa, menga shu farqi yo'q. Tinchgina qaytanga baqir-chaqirlasiz. Telefon o'ynab o'tiraman eshitdi. Demak kelishdik. Sevaratim, sizga rahmat. Videoni ko'rganlar tushunmoqda. Men tuppa qaror qilmaganim. Biza ketdik. Ya, xarlashmang, hozir qaytamiz. Prosta siz bilan borsak risk ko'proq bo'ladi. Undan ko'ra siz muhim shaxssiz, siz turganingiz yaxshi. Kerak bo'lsa, shu yerdan topasizlar. Admin 5-kompyuter yoqib yuboring. Svet yonsada. Hop, prosta chiqaylik. Hech kim yo'q. Da. Hech kim yo'q. Bo'ldi, chiqdik. Siz ko'chaga ketgan o'sha. Yo xudo, bu zinadan qarag'isiga chiqdi bu. Shuncha zinadan men o'zim normal yo'lda yurishga qiynaladigan sinfda. Xonadagi hamma eshiklarni taqillatganiga nechi? Ketdik-chi, ko'chaga qaraylik. Bo'ldi, eshik ochiq demay chiqqan. Vahma qilmaymiz. Ko'chaga olgan, o'sha quyosh chiqyapti-a? Soat necha bo'ldi o'zi? Tong yotyapti. O'rtalar soat 3:52 demen tongga o'tdi. Va quyoshda qolib yurmas kerak kunduz, ha? Balkim ketganlar rostmi? Da. Yo'q, stop. Hozirdan so'l haqida o'ylab qoldim-da. Kitobdan ketaman. Ey, turib, Kitobdan ketaman. Mana buni qaranglar, o'rtoqlar. Qoch. Uyga kir. Men baribir kitobdan. Mana endi mag'ur soni masal shunaqa bo'lsa, qat-qatdan chiqib keldi. Derazadan kirib keldi. Nima qildi? Pardani orqasidan chiqib kel, urdi meni kallamdan. Yo'q, bu xo'p qara. Uydan nimaga chiqib ketdi? Bilaman, o'ylagan narsa o'xshyapti-da, shu yoqmayapti-da, shu o'ylagan narsa o'xshyapti-kani. Bu bekorga uydan chiqmadi bu. Bu kitob qatarligini biladi hozir. Meni ham sochimni yulmoqchi bo'ldi hozir, tushundingizmi? Yuldimi? Yo'q, qochib qoldim. Ko'chaga chiqish kerak. Klon bo'lsa chiqish kerak. Yur undan ko'ra. Tekshirish kerak deysizda. Yo'q o'sha mana. Qara, shoshib qolmaydi balki. Bilaman, daraxtning orasida как будто hamma daraxt klonda, ya. Stop, yo'q o'tdi. Yo'q, ha? Yo'q. Yaxki. Chimadan olish kerak, chimadan. Eng qizig'i men boshini qo'yib ketdim-da. Как будто o'zgarib qolgan emasmi? Все, hammasi Biling. Bila. Mashina boyaga o'zi so'rgan o'yinchoq. O'yinchoq ayol. Ha, da. Mashina? Mana daftardan balkim o'yinchoq haqida qanday informatsiya bordir hozir. Ya'ni yordam berish kerak daftar. Da, bizlar bilan juda yomon ko'p narsalar bo'lib ketdi, qani? Bila cho'la chiqmayapti. O'zi eshitamiz. Yana kelyapti. Anaqa Gambitdan o'zi bor. Maqsud chimadan yashirish kerak, sani kelsa uradi zo'g'a. Chimadan olib ketsa tugaydi hammasi. Davay. Yo, bu yoq kelmayapti, o'shda baqiryapti. Всё. Shu kamerani shu. Shu kamera ketdik. Nima bo'pti o'zi? Yo'q, vash baqiryapti. Tez keling. Shoshma, eshik biz ochiq. Yo'q bo'ladi. Kir. Qarang. Voy, bular qo'rqib. Gambitga keling, nima bo'ldi bu? Gambitga o'zing krasga qildimi shunda? Sanab pul olmasdan kitobni ber. Yur. Yur. Yaqinlashma. Bular qo'l tegdi menga.
Qo'lim kirashga qo'li tegib. Siz qanday tepadan pastga tushib qoldingiz o'zi? Sanlar oldin ketotgandim. Baqir chaqir bo'lganiga. Sen keyin shu oldi mana. Hop, xonadan nimaga chiqdingiz siz? Ketdiku, bitta komandamiz yordam beramiz bir-birimizga. Baqir chaqir bo'ldi, keyin chiqdim. Bila, to'g'risini aytsam do'stlar, hozir men Gambitdan quvon deb o'ylayman. Chunki qilayotgan ishlari hozir ham yuzini bo'yayotgani, Gambit nega qochib ketmadi biladi. Bo'yayotganda qochsa bo'ladi, to'g'rimi? Qochmadi u. 3 quyosh chiqotdi. O'ylashimcha azmi sabr qilsak quvon ketadi, lekin quvon hozir Gambitni quvon qilib hammasini qilib bachani chiqarib ketadi. Buni qo'yib berish kerak emas. Ha, yuzingizni qarang. Bilin. Ha, hazillashmayman jigar. Hazillashmayman. Nima qara, menga ishon. Qoching, brat. Omon aka Gambit. Voy, hazil. Nima bo'lgan taqdirda ham do'stlar hozir like bosinglar. 100 ming like kerak bu videoga, chunki bu videodan davom bo'lish kerak. Chunki Gambit bu holda qoldirish va hozir agar kitob yo'qotib qo'yadigan bo'lsak, shuncha harakat bir tiyin bo'ladi. Va albatta do'stlar obuna bo'linglar, chunki shunaqa katta mehnat va 3 million bo'laylik onasini emsin. Obuna bo'linglar. 20 ming obunachi bu videoda keyingi qism chiqadi. Keling Gambit aka, nima qilib tursiz? Ana ku. Hey! To'g'riman. Hey! Kirish kerak ekan. Bilaman qattarligini. Sizni hozir klonning yagona farqingiz yuzingizdagi kraska ozgina kamroq oling. Shuning uchun ham bilish ehtimoli kattaroq. Va'da beraman, ha? Masala taraf. Hop, aka qarang, siz xohlamagan bo'lishingiz mumkin, lekin siz boy eshik ochishni ham xohlamagansiz. Siz pashta bizga umuman yordam bermayapsiz, aka. Hozir nima qilaylik hozir? To'xta. Yo'q, hop, klon ketdi, chalg'itish kerak uni. Men chiqaman shuni chaqirtgan. Bo'ladimi? Bitta o'zingiz nima qilasiz? Bitta o'zim chiqaman. Yo'q, men hazillashmayman boydan beri. Usha oladi, klon. Boydan beri ayblab tashlayapsan. Nima qilishim kerak mana? Sanlar uchun men nimadir qilishim Ya, kerak. qarang, nimadir biz hozir klon chiqarishimiz kerak bo'ldi. Siz nima Yo'q, men chiqaman jigar. Yo'q, qo'ying, ey. Agar muammolarni men chiqargan bo'lsam, men o'zim hal qilishim kerak. Lekin noto'g'ri o'ylaysiz, aka. Bunaqa qilmang, bu arzimaydi. O'zim bilaman jigar. Ey, Gambit aka, qo'ying, ey. Klonga aylantirib qo'yadi Gambit aka, qo'ying. Gambit aka, chiqmang, aka, chiqmang. Radboy. Voy, rosa chiqib ketdi. Chiqma. Ey, stop. Omon aka to'xtating. Ey, nima bo'pti? Gambit aka. Radboy, qo'y. O'tmaysan baribir. Yo'q. Давай. Yo'q, do'stlar. Pandi bo'lmay Gambit aka o'zi qurbonlik qotdi. Ke! Maqsud tez olmam. Ey, bilet. Maqsud qani? Yur, ey, tiqa qo'yib ketasan, bir ezording Maqsud bilan qo'yib ketir. Qo'y. Gambit O'tmaysan. ushoqgan. Davay tezroq kirib ollari. Ey, bilet Gambit bilan qotdi. Kir. Bilet. Hozir Gambitga qanaqa yordam beramiz? Nima kerak bor bunaqa qahramonchilik? Tez chiq. Все, ichida hammasi. Onasini emsin bu kitob agar yordam bermasa bizga. Onasini emsin bilib yordam bermasa agar bizga. Nima keragi bor ekan bunaqa qahramonchilikni, bila. Men bilib qo'tirgan ishingga bila. Omon aka. Nima? Yozdingmi? Yo'q, o'zi chiqdi. Boy yo'q edi-ku bila. Shoshma, o'qima. Do'stlar, bu mana shu ko'plik o'yinchog'i. Boydan beri o'yinchoq deb o'ylayapti bu. Qani, nima ekan hozir bilamiz. Chikko deyapti. Chikko kim? Bamu klon Chikko, ha? Chikkoning eng nozik Nozik joyi. Bu Chikkoning nozik joyi ekan. Bilsan nima qilish kerak uni? Nima qilish kerak? Yo'q qilish kerak onasini esa. Mana shu nozik joyi bo'lsa, yo'q qilish kerak bo'ladi uni bo'lsa. Olib chiq pichoq, olib chiq. Bo'ldi, hozir. Yo'q qilish kerak. Do'stlar, sho'ng'ir tomonlari borib ketdi baqirib. Quyosh chiqibdi bile. Qaysi Darknet videosi quyosh chiqqangacha bo'lgan, ey. Shu darajada ketmaydi, ey. Nima bo'ldi? Gambitni o'zi bilan ketmoqchi. Hozir shu uchun like bosinglar, do'stlar, shuncha mehnat. Mana bu haqiqiy sizlar uchun. YouTube serial mana. Darknet 5-qism bo'lishi kerak 100%. O'zbek YouTube'iga bu kerak. Va bu uchun albatta mana obunachini qo'llash kerak. Hozir like bosing. 101 ming like. Bu juda ham oson biz uchun. Va like juda ham tez yig'ib, omonlikka video qachon ko'p so'ramasligim uchun obuna bo'linglar. 20 ming obunachi. Va qancha obunachi yig'ilganini esa, ya'ni o'zi mana qancha obunachi yig'ilgan esa kommentariyada yozib qo'ygan bo'laman. Chunki bu YouTube kanal har bitta videosi 6-7 million ko'rilyaptimi? Demak, biz mana shu 6-7 million obunachi chiqishimiz kerak. Yo'q. Mana. To'xtala mana. Men Omon aka. Все, bo'ldi, ketdik. Chiqamiz. Nozik joy shu bo'lsa agar hozir men ko'rsam. Hozir ko'rsaman senga qarron klon bilan. Tashqarida uch quyosh chiqadi, hamma. Chikko! Qanidan chikko? Ha? Ber. Nima? Sen Qayerdan olding? Yaqinlashma. Yo'q. Nozik joyi bormikan? Qilma. Davay. Gambit qani? Nima? Yo'q. Gapirma. Ha? Nozik joyi bor ekan, ha? Qo'ling ko'rsat. Do'stlarmi? Do'stlar, bular qanaqadir bular hayvon emas, bular haqiqiy odamga o'xshaydi. Qo'ling ko'rsat. Ko'rdingmi? Ko'rdim, kraska sepib qo'ygan bu. Va mana shunaqa qarronuli bizlar qiynagan uchun mana. Yo'q. Yaqinlashma. Yo'q.
Voy. Nima bo'ladi? Ketasan. Qo'shib bo'lib ketdik. Bo'ldi, yiqildi. Ol. Battar bo'l. Yakka ket tepaga. Mana bizlar qasos qanaqa bo'ladi? Qiynalganini ko'rib shunaqa mazza qildim do'stlar. Davay tepaga chiqamiz. Tepaga. Qani. Nima yoqarmikan? Sizlar nima qo'yganingni tushunmayapsizlar. Nimani tushunmayapman? Men yoshligimda bolalik nimaligini bilmaganman. Meni otam doim majburlab masxaraboz kiyimini kiydirib ishlatar edi. Men buni xohlamasdim. Men buni xohlamas edim. Men bundan nafratlanaman. Men qilovlik qilmagan paytimda otam ayamasdan urar edi. Men bundan nafratlanardim. Juda ham nafratlanardim. Men o'sha payt faqat dardimda shu o'yinchog'imga yetar edim. Hozir esa sen uni yo'q qilding. brat. Nitosh qilib qo'ydik. Nima aytib qo'yganim yo'q. Xo'p, nima qilib jahlim chiqib ketdi? Sen meni bolaligimda yog'gan narsamni yo'qotding. Sen uchun endi o'ch olaman. Ko'rishga qilma. Voy billah. Men aytib qo'yganim yo'q. O'zi bilib qildi. Agar kim qassos o'laydigan bo'lsa, menda ko'p sabab qassos olish kerak. Hozir gambitam qani? Gambitam yo'q. Onasini emsa hammasini, onasini emsa shu videosini ham. Do'stlar bashchasini buzildi. Qani kitob bol. Ko'rdingizmi? Shoshma. Kitobda qo'yda setilganda nimadir momoga duch kelsakkina bizga yordam keladi. Mana. Siz momoga duch kelib yordam kotdi. Seni qiziqtirayotgan savollarga Goblin bergan manzildan javob top olasan. Qara, o'zim nima qilyapti? Esingda bo'lsa Goblin bizdan men daftarimga qanday koordinat yozib ketgan. O'sha manzilga borish kerak. O'sha manzilda menimcha gambit kim o'tgan bilishimiz mumkin, a? Da. Hop, gambit qidiraylik. Hop, gambit qidiraylik. Quyoshdan chiqib qotdi. Hop. O'sha mana tashqarida kunduz, a? Da. Tashqarida kunduz. Hop, ana endi gambit ovoz kelgan tarafdan gambit qidirish kerak. Lekin gambit bilmayman qayerda, to'g'risi. Nima qilib tashqariga chiqamizmi? Men daftar bilan qo'y. Klon ketdim shunda? Yo'q, hop. Shoshma. Gambit shotda bo'lsa keladi. Logikni o'yla. Agarda klonni san eng yaxshi qilgan narsasini o'ldirsang, nimaga ketishi mumkin? Просто так. Mamchi tong otayotganiga. Quyosh chiqishgancha bor. Bu ham shu payt yurdi. Menimcha biz o'sha ancha chizdan o'tdik. Shoshma. Kitobda qanaqa informatsiya bor? Onasini aytsin, bu kitob faqat oxirida kechikib informatsiya bersa. Xatingga ham sani, mana shu klon keldi bizga, mana shu Chikko degan klon keldi. Xatingga ham sani bor. Yo-mayo, brat. Shoshma, buni o'qish kerak. Chikko klonlar boshlig'ini eng ishonganlardan biri. Demak, bu vaqtda klonlar boshlig'i emas ekan bu, ha? Tasavvur qiling, klonni boshlig'i bo'lmagan, klonni shuncha kuch, klonni boshlig'i bo'lsa nima bo'lardi? Agarda bu klon bilan to'qnash kelsangiz, unga qadrli bo'lgan narsalarga zarar yetkazmang. Aks holda u sizni har doim ta'qib qiladi. Ana endi bu klon bizani har doim ta'qib qiladi. Nimaga? Kitob ertasiga yetmaydi, kelgan risk yetmaydi, ha? Men tushunmayman. Men buni qarang. Stop. Bu konvert emas bu. Bu yana keladigan klonlarmi shunda? Demak, shunda atik 3 ta klon emas. Demak, klonlar ko'p. Bu degan darkentda juda ko'p qism bo'ladi va biz xuddi mana shunaqangi million marta qiynalamiz. Tushunsan, просто turishni qara. Buni qara. Mana 3 taginada, buni qara endi. Qancha ko'p. Qara, Setyonda o'zi aslida klon ketish kerak, to'g'rimi? Lekin bu safar bu bizga atel uyushtirgan bo'lishi mumkin. Setyon ketmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yoqqa mana buni yashirib qo'yaylik. Kitobni yashirib qo'yamiz-da. Ketdik, gambit qidiramiz. Tashqarida Setyonda. Ana gambit aka, ana. O'qima qilasan, men aytdim shu yerda. Gambit aka. Olgan, bizga yaxshi qarab turibdi. Yaxshimisiz Gambit aka? Stop. Voy. Yo'q. Yo'q. Suvni oz ekan, biladi. Suv ichida bekin olganda o'yladim. Bratam, nima bo'ldi sizga? Gambit aka nima bo'ldi, bratam? Gambit aka, lekin bizda demas ayb, o'zingiz chiqdingiz. Da, hammasi amaliymi? Da, yaxshi. Yo'q, endi xafa bo'lgan bo'lsangiz, to'g'risini ayting. Bunaqa bo'lmaydi. Siz seriozmi o'zim chiqadi, chiqdingiz aka. Nima qildi, urdimi, nima bo'ldi? Gambit aka, yaxshimisiz, aniq?
Da. Qani menga qarangchi oldi. Ozginani. Ha, pishir. Ko'zlar joyida. Va do'stlar, nima bo'lgan taqdirda ham muhim va darkent videoning yana bir qismini ko'rdinglar va bu videoning 5-qismi chiqishini xohlasanglar hoziroq 101 ming like va 20 mingta obuna kerak. Hoziroq bosinglar va darkent 5 chiqadi. Let's go! Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga 3 sondan yozib